Dada, bu Ürümçi kelmaydigan bo'lsang, oldinga bekat chiqmabdim deyman. Bir mo'j avar bo'lib yuribsizlar. Vay canım balam. Seni soda işleri oldıraş dep oylap, avar kılmayla tuyusuzlu gelişimiz. Kılıksız, düz otur. Kılıksız şakıl. Ya Aliye, mayak çıka. Qanday balam, yaxshi maqtashmoq. Qanday avvalinglar, yaxshi keldinglarmi? Hamma yaxshi tez kelyapsizlar. Hiç. Hepsini qilmaychi. Bizmi ajutki uyni yani ziminlarni setib etib, inan elib mushu sening yeninga ko'chib keldik. Ey dada, bu jutkoyni setib o'tdik deysan-ku. Biz kelgicha poyezdda bir inimiz yaxshi bir uyni azon hem sizlarga yaqin uydan birini ijaraga berdi. Dada, Ürümçi küçük kelganingmi yaxshi bo'pti. Lekin bu jutga zimlan setib o'tdim deysa, be jutdim birasida yomonlab yenib kelmagansizlar. Yaqindan bu salomatligim tosi yaxshi emas. Shuni doktorxonaga berib, salomatligimni bir tekshirtirib deb tekshirsam, doktor meni kesilingiz oxirgi bosqichga berib pishib qopti. O'zingizga diqqat qiling dedi. Shuni bilan men bu ishlik vaqtimda aciz ufqani elib, sizlarga topshiray deb kelishib, mendan keyin qolsa, bu balam bir qarilib qolmasin deb o'ylab. Bunaqa cho'qim bir odam emravimiz bo'lmaydi ekan. Yo'q ben olamı. Ekin sizlarga topshiray deb kelishib. Dada, ko'nglingni yerim qilma. Bu mening uzamni qarin. Ha? Dada. Bu sizlarning o'yini cho'ng ishga. Endi bu ishni sizlar Murodil bilan maslahatlashaveringlar. Murodil nima desa men shuni anglayman emasmi? Bugun dam olgandan keyin mening qildigan ozroq ishlarim bordi. Shu ishlarimni qilgach, uyni bir tozalab olay degandim. Sizlar bir maslahatlashgach, to'sam men ishlarimni qilaveray. Ma'qul bola, chiqma. Dada, bo'ldi ko'nglingni yerim qilma. Bu degan mening inam. Sen ansirma, ha? Ma'qul. Murodil! Chiqma, uy jazmanga beraman. Dada, men kirib tam chiqay. Ma'qul, yig'ir yenik ishni ayolım qilmasa. Mıyım? Ya. Sizin kim kutuptu da? Bana bala. Hacetxonaga kirib chiqay. Qo'pay. Sizga deb qo'yay, bu ish chaqchaq qiladigan ish emas, Jumo. Uningga bir kun, 2 kun qaraydigan ish emas. Sen o'ylashib ish qilasiz. Men uydagi bola qaramdim, ya sizning eshakdek bo'lib qolgan sanaqa ishingizga qaramdim. Qachondan barib chiqimdan biz qiladigan ish vardi. Ey, bu degan mening bir qo'saq inam. O muştan meyip olmadı bulvağa emas. Ertugün dadamnikin qolsa ben qarmay kim qaraydi? Tüm balam. Men senden ensirepli kaldım. Eğer menden keyin qalsam, qandaqmı qilasan balam? Ko'zim o'chib ketadigan bo'ldim da. Ha? Asli men akanга ishonch qilgan. Qoldi degan ota-onasidan boshqa odamga haqiqatan ig'ir keladi ekan. Men ketsam, qandaqmı qilasan balam? Ko'zim o'chib ketamanmi? Baba, Ha? hergiz unday olmaydi. Meni kechirgin. Ayolim bilan ikkimiz kechirdik. Men rostlan xato qildim. Undaqda ayoling cho'q. Bunga tanlash berdim dedi. Qag'ini yüz tanlasın. Ben esli Dağbazar'ın udluğa yani İttifak Tiyatro'nun yeni Bahtiyar Altın Zıbızı'nın Suat şehri kurulurken şunu anlap ben şu yerden sana bir dükkan alayım da jutki dükkan bilen öğün seti nakılına elip çıkan bana. Baba, yaxshi ko'nglingga rahmat. Men üzem pul tepib, dükkanı üzemeli olaman. Başta inimni o'ylashlar. Sen uy sotgan, dükkan sotgan pulga biz başadan fukamın bir tal dükkan aldı. Bu inimni keyin kishilarga ay dükkanga kirgan ijarning pulini ishlatamiz dedi. İnsanın rahmet canım balam. Unda olsa, men yuktoqni uyga kiritib, tamoq yeb, undan keyin ashak berib boqamda. Ma'qul. Ko'pafka. Tamoq yeymiz ko'p. Baxtiyar Altın Zıbzına Soğut şəhərçisi. Dabzanın udulğa joylashgan Altın Oru. Menden keyin qalsam, mana mushu akan sening tutduğun tut qo'lini beyningda turdi. Mana shu chaqda men xotirjam yota olaman canım balam. Voy dada. Nimda odamlar ko'ngli yarim bo'lgan gapni qilib yurisa deyman. Mana buni sendan keyin qilib qolsa, ko'zamning qochug'ini asragandek asrab, sening o'rningni ko'rib, bir umr yenda bo'laman. Xotirjam bo'lay? Ha.
Dükkan aldığının gepini işle dada. Yani bırak şu boş dükkan. Kaçarak da. Bu dükkanınki jilahır tutib bo'lmas. Ma qurilishni Shanxi Jiangdongjidan qilyapti da. Shaxsiy korxonaga bermidi. Jilahır bir cho'qim qo'lingiz dükkan taklif qilib bo'lmas. Dükkandan ikkini alaylı. Birisi kan tebe olsun. Birisi san tebe olsun sen aç. Dada, bu dükkanımız dep kelgen tursak, bunun üstüge yeni pulma çıkı dükkanına yetişmeye kalın. En yaxşısı dükkanla mı dükkan? Balam hatırlayacağım böyle. Çaba çeken bu benim anam, bu benim anam, bu benim dadam, bu benim dadam, o benim